ko'p qimirlaydi-da. Ko'p qimirlashi norma. Bizda eski ma'lumot Google'da kirsangiz ko'p qimirlashi gipoksiya deb noto'g'ri yozilgan. Bu eski ma'lumot, yangi ma'lumot bo'yicha ko'p qimirlashi gipoksiya emas, norma. Homilaga hamma narsa yetarli bo'lganda homila ko'p qimirlaydi. Sizda demak bitta shu yurakchasida kichkina teshikchasi bor, u bitib ketishi mumkin bo'lgan joyda teshikcha va juda ham katta emas. Tug'ilgandan keyin yurakchasini ko'rsatib qo'yasiz, kardiologga olib borasiz, ungacha bitib ketgan bo'lishi ham mumkin. Xavfli nuqson emas bu. Kardiologga ham, ginekologga ham borishim shartmi? Yo'q. Bu просто DMJP, мышечный DMJP. Agar u narsa bitmasa, operatsiya qilib olinadigan. Ha, operatsiya qilinadi. 3-4 yoshda, kattaroq yoshlarda. Agar bezovta qilsa. Ha, bitib ketishi kerak, xudo xohlasa. Chunki bu ko'p uchraydi va o'zi spontanno bekilib ketadi.